To Be Hero X reputatsion proyektmi? Xitoy animatsiyasi uzoq vaqt davomida Yapon va G'arb kontentining soyasida qolib kelgan edi. Biroq To Be Hero X asarining chiqishi bilan vaziyat o'zgarishi mumkin. Bu loyiha nafaqat vizual jihatdan, balki rejissura, ssenariy va hikoya qilishning chuqurligi nuqtai nazaridan ham haqiqiy progressga aylandi. To Be Hero X shunchaki antologiya davomi emas, balki yetakchi anime brendlaridan qolishmaydigan yetuk dramatik hikoya tomon sifatli qarashdir. Asar Yapon animatsiyasining eng yaxshi xususiyatlarini, uslub, hissiyot, qahramonlarni ishlab chiqishni, o'ziga xos Xitoy madaniy qadriyatlari va super qahramon janriga zamonaviy yondashuv bilan uyg'unlashtiradi. Animatorlarning ishini alohida ta'kidlash lozim. Dinamik jang sahnalari, ta'sirchan xoreografiya va tafsilotlarga e'tibor sifat mezonini yanada yuqori darajaga ko'taradi. Bundan tashqari, Xitoy va Yaponiya studiyalarining hamkorligi madaniy almashinuv qanday qilib haqiqatdan ham ajoyib natijalar yaratishi mumkinligini ko'rsatadi. To Be Hero X oddiy serial emas. Bu Xitoyning animatsiya bozorida yaxshigina konkurent bo'lishga davosidir.